Assalomu alaykum. Muloqot telekanalining aziz muxlislari, teletomoshabinlar. Mana sizlar bilan bir oy davomida 3 ta juma oqshomida Navoiy ijodida ota-ona huquqlari mavzusida ko'rishdik diydor. Mana bugun 4-juma oqshomida ko'rishib turibmiz. Albatta, bugun Navoiy ijodida ota-ona huquqlari mavzusidagi suhbatimizni yakuniy qismi bo'ladi, xulosalar bo'ladi. Go'zal yana kuy qo'shiqlar Navoiy ijodiga oid she'rlar aytiladi. Bularni hammasi sizlarga ma'qul bo'ladi degan umidda bugungi dasturimizni boshlasak. Marhamat. Hazrat Alisher Navoiy o'sha tanbehlarida doimo insonni o'sha shaytonni yomonligidan, o'sha nafsni qutqularidan, nafsni hoyu havaslardan ogohlantirganlar. Ya'ni ehtiyot bo'lgin, bular seni botiniy dushmanlaring, shaytonni sharri uchun ham, nafsni hoyu havasi uchun ham doimo tadbirini, chorasini qilgin deydilar. Demakki, inson hamisha shaytonni sharridan, nafsni hoyu havasi qutqularidan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Hech vaqt haligi ko'ngli to'q bo'lishi kerak emas ekanda. Endi mana Hazrat Alisher Navoiyda ota-ona haqlari haqida juda ham ibratlik baytlarini, hikoyatlar, rivoyatlarni mana bugun eshitdik, qo'ydik. Hozir yana shunday tanbehlardan birini Jamoliddin ukamiz hozir bir o'qib beradilar. Hazrat Navoiyni xalqimizni yuragiga borib, bunga bir tatimlik, juda chiroyli bir pand va nasihatlari bitilgan Mahbubul Qulub, qalblar sevgilisi degan bir asarlari bor. Shundan 19-tanbeh, yaxshilarga ergashmoq sharofati degan bir ajoyib bir tanbehlar bor ekan. Endi bu tanbeh bir alohida bir o'ziga xos tanbehda kimga ergashish kerak ekan? Bir ozgina nima qilaylik, bu Xudoning do'stlariga ergashish kerak ekan. Xudoni tanimagan odamga ergashsangiz, u tanimagan yo'lda olib ketadi-da. O'shaning uchun Hazrat Navoiy aytayaptilarki, Tangri do'stlarining hikoyat va axloqlarini rivoyati shunday rivoyatlarki, ular uxlagan ko'ngilni uyg'otadilar. Ana qarang. Faqat Allohni tanigan do'stingizgina sizning ko'nglingizga malham bo'ladi. Dardingizga shifo bo'ladi. Hozir misol aptekaga borsangiz, uzr, dorixonaga kirsangiz, dori ko'p. Boshingiz og'riyotgan bo'lsa, hech qachon siz jigarli dorisini leviyligini ichmaysiz-ku. Demak, boshingiz og'riganga bu bosh og'rig'ini ichish kerak. Demak, bu Allohning do'stlari shunday do'st ekanki, siz dardingizga davoni o'rnida topib, bu tarbiyangizga qanday davo ketadi, axloqingizga qanday davo ketadi, buni bilib turishar ekan. Navoiyning nimalari, buyukliklari shunday iboratki, ular uxlagan ko'ngilni uyg'otadilar va davo qo'yadilar, malham qo'yadilar. Ular shunday taronadirki, qotgan ko'zni yig'latadilar. Hali yuqorida aytdik-ku, har duo bo'lmas ijobat, giriyasiz yurma doim ey aziz. Demak, ko'z qotishi nimadan bo'ladi? Yomon do'sti sharob haligi kasofatidan bo'ladi. Xudoni tanimagan do'sti kasofatidan ko'zingiz qotadi. Behayo bo'ladi. Nomahramga boqadi. Ana ko'z qotib qoladi. Ko'zdan nur ketadi. Endi yaxshilarga ergashmoq hatto itni poklar. Bu yerda mana Alisher Navoiy Hazrat eslayaptilar, Qur'ondagi ashob kaf. Haligi kaf g'or egalari ergashgan it kabi pokizalarni qatoriga qo'shar ekanda, yaxshilarga ergashishingiz. Yaxshilarga ergashmoq itni poklar ashobu kaf jigarasiga ilibdi. Va yomonlarga ergashmoq payg'ambar avlodini, ya'ni Nuh alayhisalomning 4-o'g'illari Kan'onning o'g'larini jahannamga tortdi. Uni noraso do'stlari Nuh alayhisalomdan ayirdi-da. Men qutqarib qolaman, toqqa chiqib olaman dedilar. Uning noraso
do'stlar uni jahannam sari yetakladi. Shuning uchun azizlarimizda bir nima borki, bayt borki, qaromuq donasi bo'lguncha bug'doyning somoni bo'l. Yomonning yaxshisi bo'lguncha yaxshining yomoni bo'l. Qarang, yomonning yaxshisi bo'lguncha yaxshini yomoni bo'lib turgan ham bir afzallik kasb etar ekan. Mana shuning uchun shu do'stlar Hazrat Navoiyning ruhlari shod bo'lsin. Ikki dunyoning saodatini Alloh taolo nasib aylagan bo'lsin. Bugungi suhbatimiz bir ko'ngillarni yaylatdi, o'zlaridek mahbub qulublar, qalblarning sevgilarini yana ham yaratadigan bir rivoyatlari bo'ldi. Rahmat. Tashakkur, rahmat. Juda ham bir ibratlik bir hikoyat bo'ldi, qissa bo'ldi. Demakki, inson har qancha yaxshi bo'lsa ham, agar yomonlar bilan birga yursa, shu yomonlarning kasofati unga yuqadi. Buni aksincha bo'lishi mumkin. Yomon bo'lsa, agar yaxshilar davrasida, yaxshilar bilan birga yursa, albatta yaxshilarning sharofati unga yuqadi. Hali qazonga yaqin yursang, qarosi yuqadi, yomonga yaqin yursang, balosi yuqadi degan gap bu bejiz emas. Xullas kalom, Hazrat Alisher Navoiyning hikmatlari, qissalari, baytu g'azallari, mana keltirgan rivoyatlarning hammasini zamirida o'sha insonlarni tarbiyalash, insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, insonlarga ikki dunyo saodatini ko'rsatish yotadiki, bu jihatdan biz o'zimiz ham mana shu Navoiy Hazratda asarlarini o'qishimiz kerak va ayni paytda yoshlarimizga, farzandlarimizga bu Navoiy Hazratning o'g'it va pand va nasihatlarini chiroyli qilib, sodda qilib tushuntirib berishimiz kerak. Chunki jamiyat aynan mana shu yoshlar bilan bino bo'ladi. Kelajagimiz yoshlar degan gaplar aytamiz. Yoshlar kelajakda chiroyli jamiyat quradi deymiz, u deymiz, bu deymiz, lekin bularning hammasini zamirida ta'lim, tarbiya yotadi, poklik yotadi, halollik yotadi. Mana shu husni xulq deymiz. Agar yoshlarimizga husni xulq, yaxshi ta'lim, tarbiya bersak, demak umid qilsak bo'ladi keyin. Mana shu ilm bilan, odob bilan, axloq bilan kamolga yetgan o'sha yoshlardan kelajakda albatta yaxshiliklar bo'ladi va kelajakda albatta mana bunday yoshlardan ota-onasiga rahmatlar yetadi. Mana biz yuqorida Hazrat Alisher Navoiyning ota-onalar haqidagi baytlari, qissa, rivoyatlarini eshitdik. Bir qancha shoirlarimiz ota-ona haqida chiroyli bir she'rlar o'qidilar. Mana hozir ukamiz Mag'firali Hasan ham mana shu ota-ona haqida she'rlari bor ekan. Endi mana shu she'rni bu kishidan eshitamiz. Marhamat. Ota-ona misli Madina Makka. U zotlar sir farzand yetmas tilakka. Rozi etganlardan haq bo'lar rozi, ranjitganlar esa tushar ko'lmakka. Ota-onaga xush muomala bo'l. Zinhor va zinhor sen ko'tarmagin qo'l. Ularni ranjitib yashaganingdan dunyoni tark etib ketganing ma'qul. Hazrat Alisher Navoiy ijodini bilimdonlaridan, tashkilotchilaridan har doim mavzumiz uchun kerakli ma'lumotlar bilan ta'minlab turadigan Ibrohimjon akamiz borlar. Ibrohimjon aka mana bugun mana shu mavzumiz bilan bog'liq o'zlarini kuzatuvlarini, qarashlarini, o'zlarini taassurotlarini gapirib beradilar. Marhamat. Payg'ambar alayhisolatu vassalom deb turdilar: Rizo Robbi fir rizoil valadim va sahatur Robbi fi sahatil valid, ya'ni Tangrining rizosi otaning rizosiga bog'liq va Tangrining g'azabi otaning g'azabiga bog'liqdir. Bas kishi ota rizosini hosil qilsa, Tangri rizosini topgay. Ota g'azabiga uchrasa, Tangrining g'azabiga uchrashay. Mashoyixlar deb turdilar: Valaduka robbuka, ya'ni ota rozi, Alloh rozi.
Adib Ahmad Yuknagidan misol keltiryaptilar, ro'ya keltiryaptilar. Adib Ahmad Yuknaki shu Samarqandlik bo'lib, Imom Azam rahmatullohi alayhi shogirdlari bo'ladilar. Ko'zlari amo bo'lgan, ko'r bo'lgan. Shu shogirdlaringizni qaysinisini yaxshi ko'rasizlar, o'sha eng qator oxirgi safda o'tiradigan ko'zi amo turk shogirdimni yaxshi ko'raman deganlar. Nimaga desa, u ko'zi amo bo'lgani bilan ko'zi ochiqlar ko'rolmagan narsani ko'radi deganlar. O'sha kishini kitoblaridan atodan xato kelsa ko'rma xato. Savob bil xato toki qilsa ato. Atoning xatosini bilgil savob, seni 100 balodan qutqarg'ay Xudoni. Ko'ryapsizlarmi? Otani xatosini kechirish kerak deyaptilar. Alloh taolo seni 1000 balolardan qutqaradi. İbrahim alayhissalomning otalari ozar buttarosh edi ana. İbrahim alayhissalom misol keltiryaptilar. Allohdan nido keldikim, ta'zim va hurmat bilan otangga nasihat qil degan nido keldi Allohdan. Yusuf alayhissalom Yoqub alayhissalomga tarki odob qilganlari uchun nido keldiki, boshqa payg'ambarlardan 70 yil jannatga kech kirasiz ana. Ikkinchidan, barcha payg'ambarlarda badani chirimaydi, siz badaningiz chiriydi degan nido keldi. Yusuf alayhissalom nimaga? Otalari Misrga borganda, otalari tuyada kelyapti, bu kishi otda boryapti. Otalari tuyadan tushib istiqbol qilganda, bu kishi hayol bilan hovliqib ot bilan yetib bordilar. Otani hurmati joyiga kelmagani uchun Jibril alayhissalom shu xabarni olib keldilar. O'shani aytayaptilar. Boshqa payg'ambarlar Nuh alayhissalomning o'g'illari ham tarki adab qilgan edi. Ya'ni domla aytib berdilar, hali avratlari ochilib qolganda som kulib o'rgan ekan. Boshqa o'g'illari kelib avratlarini yopib, chiroyli qilib o'rab qo'ydi. O'shandan keyin rangi qorayib, payg'ambarlik uning naslidan butunlay olib tashlandi ana. Bu so'zlardan maqsad shuki, banda hamisha sizni duongizda bo'lurman. O'zlarini aytayaptilar, Badiiy Zamon Mirzoga. Sizdan nomunosib ish sodir bo'lsa, sizga aytibman. Nasihat qilishga nimalari borda, haddilari. Otangizga aytibsizki, Astrobodga kishi yubormangkim, bermagumdir. U kishi Astrobod hokim bo'lgan o'sha faslda nimada? Badiiy Zamon Mirzo. Shuni chiroyli suratda aytsa ham bo'lar edi, deyapti otangizga. Yana Iroq viloyatini qo'shib olurman deyapsiz. Bu ish otangizdan bemaslahat qilinsa, nojoiz bo'ladi, deyaptilar. Yana bir buyrug'ingizni keltirdilar. To'g'rosida otangizning nomalari yo'q. Ya'ni o'sha buyruqlarda ichida endi podshoning ismi yozilishi kerak ekanda. Sizdek oqil yigitdan bunday ishlar sodir bo'lishi mumkin emas. Ota bilan o'g'il orasida farq bor. Allohga ayonkim, bu gaplarni shohning buyrug'i bilan yozmadim. Husayn Bayqora shuna demaganlar, deyaptilar. U kishining umuman balki xabarlari yo'qdir. Sizga ehtirom bilan murosaga chaqirmoqchiman. Faqir gustoqlik bilan bu arzani yozdim, deyaptilar. Shu oxiri niyatlarga yetishib yarashtirganlar ikkala ota bilan. Bir mashoyixlar ba'zi bir kitoblar yozganki, ota-ona farzandga bir gapni gapirmoqchi bo'lganda qo'rqib gapirsa, demak o'sha farzandi oq bo'lgani o'sha, deyaptilar. Buni Zamaxshariyday zot, mana arab tilining asoschisi bo'lganlar, arab sarf nahv grammatikani ixtiro qilganlar, o'sha yerga borib Kashshob tafsirini yozganlar. Shu zotni o'sha tazkiralarni yozgan odam aytayaptiki, shu Turkistondan kelgan, shu sho'laq, shu ko'sa turk bo'lmaganda biz arablar o'z ona tilimizning qanchalik go'zal va nafosatli ekanligini bilmagan bo'lardik. Shu Turkistondan kelib bizga ona tilimizni o'rgatib ketyapti degan. Sarfi nahv yo'q ekanda o'sha vaqtgacha. Endi shunday odamni onalari yosh balaliklarida bitta chimchiqda oyog'iga ip baylab o'ynayverib sindirgan ekanlar. Hali ona rahmi kelib, shu chimchiqda oyog'ini kesdingmi, Alloh seni oyog'ini kessin deb o'rganlarda. Uni otdan yiqilib, otda qolib, oyoqlari lax-lax bo'lib ketgan, tabiblar kesib tashagan. O'shaning uchun ota-ona xususida farzand nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak-da. Ibrohimjon aka rahmat. Hikmatlik, ammo bir qayg'ulik, yurak qoni bilan yozilgan bir satrlarda bular. Haqiqatan ham Hazrat Alisher Navoiyni yelkasiga juda ko'p mas'uliyat bo'lganda,
u kishi ham ijod qilganlar, ham doimo o'sha xalqni xizmatida bo'lganlar, ham mana shunday bir nozik paytida qarang, Badiuzzamon Mirzo bilan Husayn Boyqaroni yarashtirish bu ham oson gap emas bu. Buni biror kishi haligi bu ishni uddasidan chiqolmagan va chiqaman deb va'da ham bermagan. Bu ishni faqat Hazrat Navoiy qilish mumkin edi. Va Hazrat Navoiyga qarangki, qanday haligi donolik bilan, og'irlik bilan, bosiqlik bilan mana shu vazifani bajarganlar. Natijada Badiuzzamon Mirzo bilan Husayn Boyqaro o'rtalarida yana iliqlik, ota-bolalik bo'lgan. Lekin ochiqni aytish kerak, baribir Badiuzzamon Mirzoni qalbida bitta qora dog', qora bir nima qolgan bu. Chunki Mo'min Mirzo haqiqatdan ham juda qobiliyatli va umidli bir nima bo'lgan, avlod bo'lganda, lekin endi bu kishini masalan vafotlari bir fojiali otdan yiqilib yo bir nima bo'lmaganda, bu qasddan endi o'ldirildi. Va o'sha Hazrat Navoiy aytganday, Temuriylar hukmronligini bir tanazzuliga sabab bo'ldi deb bejiz aytmaganlar. Ya'ni nohaq bir qon to'kildi. Qon to'kilganda ham o'sha Husayn Boyqaroni avlodidan va o'sha bir gulday hamma jihatdan qobiliyatli, chiroyli, kelajakdan umid qilinadigan bir bola, bir yosh avlodni boshi uzildi-da endi bu. Bu albatta fojia. Yani Alloh Hazrat Alisher Navoiyga mana shunday qiyin paytlarda ham bir jur'at berib, bor yo'q tajribalarni ishga solib, tinchlik, sulh uchun xizmat qildilar-da. Mana o'sha 3 marta ham hajga otlanganlar Hazrat Navoiy, lekin bora olmaganlar. Har doim o'sha bir sabab chiqqan. Oxirgi sabablardan biri o'sha Hirotda biroz o'sha xalq orasida noroziliklar paydo bo'lgan. Ya'ni tortishuvlarga, qandaydir bir qo'zg'alonlarga sabab bo'ladigan bir to'lqin paydo bo'lgan. Buni kim bostiradi? Xalq kimga ishonadi? Kimga? Yana Hazrat Alisher Navoiyga tushgan. Va Hazrat Alisher Navoiy mana shu xalqni kelishtirib, tinchlikni, amniyatni joyiga qo'yganlar, lekin hajdan qolganlar. Shu uchun bu Hazrati Alisher Navoiyni biz bu kishi haqida har qancha maqtov gaplar gapirsak ham kam. Bu kishi tarixda juda ulug' xizmatlar qildilar. Hamma tarafdan, ham moddiy, ham ma'naviy. Endi yozgan asarlari o'zi bir dunyo, lekin qurgan binoyi xayrlari, Bobur Zahiriddin Muhammad Bobur aytadi, tarixda boshqa biror kishi bu kishi kabi binoyi xayrlar, masjidlar, madrasalar, Dorul Huffoz, haligi Ixlosiya, ko'priklar, biror kishi rabotlar, karvonsaroylar, yo'llar, shu qadar ko'p haligi xayrli binolar qurganlarki, Bobur ham aytadiki, boshqa bir kishini bilmaymizki, bu qadar ko'p xayrli binolar qurgan bo'lsa deb. Qarangda, haligi qoyil qoladiganiz, Alloh taolo bu kishiga shunaqa qobiliyat, shunaqa iste'dod bergan-ku. Lekin mol dunyo ham juda ko'p mol dunyo berganlar, haddi hisobsiz. Va endi bu kishining bola chaqalari yo'q, u mol dunyolarni faqat xalq uchun, xalqning manfaati uchun sarflaganlar. Boylar kam bo'lganmi o'sha payti? Hozir ham boylar ko'p. Lekin bir-biridan farq qiladigan boylar bor. Lekin pulini, molini, dunyosini xalq uchun haligi sarf qiladigan boylar bu doimo kam bo'lgan. Mol haligi jigardan paydo bo'lgan deydi. Shu uchun Hazrat Alisher Navoiyni biz yaxshi ko'ramiz, sevamiz, Alloh rahmat qilsin deymiz. Mana shunday ulug' xislatlarga, ulug' bir haligi fazilatlarga ega bo'lganlar-da. O'sha Atolloh Husayniy Amir Navoiyni buyruqlari bilan adabiyotda tanqidchilik janrini ixtiro qilgan o'sha odam. Hazrat Navoiy ta'minlab turganlar. Endi bir hovli ijarada yashar ekanlar. Bir hovlini 12 ming kepakiga
gaplashib tursam, bir badavlat odam 15 ming tashlab olib qo'yibdi-da. Keyin o'shanda kelib arz qiluvdi, keyin aytdilarki, o'sha hovlini sizga gaplashib olib beraymi yo bir hovli bo'lsa-ki, to'rt tarafi aylanasiga uy bo'lsa, o'rtada ariq oqib tursa, anhorda bo'yida shamangullar ochilib tursa, o'shanday hovli nima deysiz-lar? Juda ham ma'qul bo'lardi desalar, ana meni hovlim o'shanaqa deb xat qilib berganlar. Buni ishlar ko'p qilganlar. Qarang, bu himmatda bu. Bu himmat hammada ham bo'lmaydi. Keyin mana Xondamir Makorimul axloq degan kitob yozgan. Makorimul axloqda o'sha Hazrat Alisher Navoiyning yoshliklari, ilm o'qiganlari, ilmga muhabbatlari, saxovatlari, taqvolari hammasi haqida ma'lumot bergan. Chunki bu Xondamir yoshligidan o'sha Hazrat Alisher Navoiyning tarbiyasini olgan. Bu kishini non suvini ichgan. Hazrat Alisher Navoiyni har jihatdan yaxshi bilgan. Shu uchun ham keyinchalik bu kishi haqida shu Makorimul axloq degan kitob yozdilar-da endi. Kitob yozdilar. Endi bu kishi haqida qancha gapirsa gap ko'p. Men o'ylaymanki, mana bugungi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi va juda ham bir dolzarb muhim mavzu ekan. Bitta xulosamiz borki, demakki, ota-onalar farzandlarni ta'lim tarbiyasi uchun ham diqqat bo'lishlari kerak ekan. Diqqat qilishlari kerak ekan. Kuchlarini, mollarini, dunyolarini nimalari bo'lsa ham sarflab shu farzandni odoblik, ilmlik, axloqlik bo'lib yetishiga xizmat qilishlari kerak ekan. Ayni paytda farzandlar ham o'sha ota-onani mehnatini qadriga borib, o'qib, o'rganib, o'sha ota-onani hurmatini joyini qo'yishga, ota-onani rozi qilishga harakat qilishlari kerak ekan. Demoqchimanki, masala bir tomonlama emas. Masala ikki tomonlama. Ota-ona farzandiga yaxshi ta'lim, tarbiya bersa, halol luqma bilan boqsa, ertaga uning buni mevasini ko'radi. Ota farzandlar ham shunga yarasha unib, o'sib, halol luqma bilan katta bo'lib, ilm o'qigandan keyin ota-onalarni hurmat qiladigan bo'ladi. Shu uchun bu suhbat, men o'ylaymanki, ota-onalar uchun ham, farzandlar uchun ham bugungi suhbatimiz bir manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Endi buni o'qib, o'rganib, bundan xulosa qilish endi har bir kishini o'ziga havola. Alloh taolo farzand ota-onaga ne'mat qilib berishlik bilan birgalikda omonat ham qilib berdi dedik. Demak, bu omonatni Alloh taolodan qanday qabul qilib olingan bo'lsa, ota-ona mas'ul ekanki, mana shunday pokiza qilib topshirishlik. Demak, farzandi tarbiyasiga beparvo bo'lgan ota va ona ular ulg'ayib qolgandan keyin alam deb qolishlikdan boshqa iloji yo'q. Komil musulmon bo'lib kelib dunyoga ibodatsiz qo'ling ochiq ketgani alam. 700 sog' salomat aql xush raso, ne halol ne harom bilmay o'tganing alam. O'g'il qizdir berdi Alloh bandam deb seni yaratganni tanitmayin o'tganing alam. Da'vo qilsa qiyomat kun tanitmading deb savobingni berib quruq qolishing alam. Qiblagohing ulug' yoshda mehringga muhtoj, ko'targanda onang seni qilib boshiga toj. Kelmas ular qaytib senga ming quchog'ing och, afsus nadomatla ko'z yosh to'kishing alam. Soch oqardi, yuzda ajin kelmas farzanding, o'sha ko'zing qarosiyu jigar dilbanding, qaytar dunyo, qaytar ekan deb oxir tan olding. Qilganlaring farzandingdan ko'rishing alam. Bu dunyoku karvonsaroy, bu dunyoku karvonsaroy qo'nib o'tasan, topib joying qaro yerda uzoq yotasan. Isrofil sur chalganida qayta tirilib, mahshargohda yuzing qaro turishing alam. Qarshingda tubsiz jarlik, usti qili ko'prik, neki bo'lsa a'molingda jamiki bitik, jonlik so'ygan haq yo'lunda o'tarlar yeldik. Seni esa shu jarlikka qulashing alam. Tarozini chappallas kelganda g'olib, o'zingni kim ekanliging olasan bilib, azob farishtalari oldiga solib, jannat emas, do'zax tomon quvgani alam. Alloh taolo hech birlarimizni
farzandni o'zimiz yemay yedirib, voyaga yetkazib, alam deb qarshilikdan Allohim o'zi saqlasin. Assalomu alaykum. Aziz teletomoshabin do'stlar, mana bugungi suhbatimiz ham nihoyasiga yetdi. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz nihoyatda muhim, dolzarb suhbatlardan biridir. Shu uchun ota-onalardan iltimos qilamiz. Farzand tarbiyasiga jiddiy e'tibor bersalar va ayni paytda mana yoshlarimizga murojaat qilamizki, yoshlar, sizlar bugun farzand bo'lsanglar, yosh bo'lsanglar, erta indin albatta ota-ona bo'lasizlar. Shu uchun yoshlikdan ota-onani qadriga yeting, ularga xizmat qiling, ularning duolarini oling. Xudo xolasa erta indin bu qilgan xizmatlaringiz, bu qilgan yaxshiliklaringiz albatta sizlarga farzandlaringdan ham yetadi. Ana bu haqda jiddiy o'ylab ko'rishlaring kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mehri ko'p ko'rgazdim ammo mehriboniyat olmadi. Mehri ko'p ko'rgazdim ammo mehriboniyat olmadi. Jon basim qildim fido Ramjoniyat olmadi. G'am bilan jonimga yetdim, g'amgusor niyat ko'rmadim. Hajr ilan dil hasta bo'ldim, diliston niyat olmadim. Hajr ilan dil hasta bo'ldim, diliston niyat olmadim. İşq aran 100 ming malomat o'qigan bo'ldim nishon. Bir kamon abroza tuzliqdan nishon yetolmadim. Husn-i mulkin ichra sendek shohzolim ko'rmadim. Ishqu yedda o'zimdek notavon niyat olmadim. Ishqu yedda o'zimdek notavon niyat olmadim. Ko'p o'qidim va muqfar
Mecnun kısasın ay ay yaray Ozışımdan bulacağım dastan yatammadım Ül aman içimde bulsun İnavayı gerçimin Bir zaman İşkıda mihnat Dil aman niyat olmadım Mihri küp kör gezdim ama Mihriban niyat olmadım Aziz teletomoshabinlar, Muloqot telekanalida adabiyot kechalari. Qisqa fursat davomida ushbu ko'rsatuvni kuzatib turgan teletomoshabinlarimiz soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Bizga fikrlar, munosabatlar bo'lmoqda, duolar bo'lmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Albatta, adabiyot kechalari ko'rsatuvi shunday go'zal fayzi bo'lishida Toshkent Azimdan tashrif buyurib turgan Sayfiddin domlamiz, Ibrohimjon ustozimiz, ustozlarimiz, barcha mehmonlarimiz bilan go'zal fayzi bo'lyapti. Barchamizni shu yerga to'plab, alohida tayyorgarlik ko'rib, mana go'zal mavzuda bir oy davomida sizlarning xonadoningizda mehmon bo'ldik. Mana shu mavzuni tayyorlanishida ham albatta ko'zlarning nuri ketadi, fikrlash ketadi, mehnat yotadi min tagida. Shunday mehnat qilib turganliklari uchun biz barcha Qo'qon xalqi nomidan Muloqot kanalini 10 milliondan ortiq kuzatuvchilari nomidan Sayfiddin domlamizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Domla, Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Bizni Qo'qonimizga tez-tez kelib, shunday go'zal mavzularda bizni xursand qilib, bizga ma'naviy xordiq berishda, yana ham ilmimizni ziyoda bo'lishida, go'zal odob bilan yashashimizda o'rnak bo'ladigan suhbatlaringiz bardavom bo'lsin deymiz. Rahmat kattakon. Ibrohimjon ustozimizga ham tashakkurlar aytamiz va teletomoshabinlar bilan biz yana davom ettiramiz. Shunday go'zal suhbatlarda, go'zal mavzularda Qo'qonda Muloqot telekanalida adabiyot kechalari davom etadi. Omon bo'linglar.